Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qabr azobi va uning ne'matlari haqida olib borayotgan ikkinchi darsimizni davom etkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Usmon roziyallohu anhuning mavlosi Hanidan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu biror bir qabrning oldidan o'tadigan bo'lsa, yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, soqollari ho'l bo'lib ketar edi. U kishiga jannatni zikr qilinsa, yig'lamaysiz. Do'zaxni zikr qilsa yig'lamaysiz, qabr zikr qilinsa shunda yig'laysiz. Usmon roziyallohu anhu javob berib aytdiki, qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Ya'ni oxiratga taalluqli joylarning birinchisi qabr bo'ladi. Agar qabrdan inson najotga erishsa, undan keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar inson qabrda yengilib qoladigan bo'lsa yoki qabrda najotga erishmaydigan bo'lsa, undan keyingi narsa hammasi qiyin bo'ladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday so'zlarni eshitganman dedi Usmon roziyallohu anhu. Rasululloh aytgan edi, men ko'rgan manzillarning orasida eng qo'rqinchlisi qabr edi deb aytadi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar dahshatda turar ekan, atrofida odamlar bo'ladi. Jahannamga tushib azoblanadiganlarning yonida kishilar bo'ladi, lekin qabrga kirgan kishining yonida hech kishi bo'lmaydi. Qabrga qo'yib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadislarda keladi. Har bitta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqning ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam orqasiga qarab yurib borar ekan, oyoq kiyimlarining ovozlarini eshitadi. Mana shunday holatda inson yolg'iz qoladi. Mana shu kun har bittamiz boshimizda bor. Alboniydan keltiriladi, Buxoriy va Muslim, Abu Dovud rivoyatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida masjidni tozalab yuradigan bir ayol bo'lar edi. Shu ayol tunda vafot qildi. Rasulullohga xabar yetkazishlikni kariq ko'rishib, u ayolni shu kechasi ko'mib qo'yishdi. Tong yotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolni topa olmasdan qayerda deb so'raganlarida, bu ayol tunda vafot qildi. Sizga bir xabar berishligini bir kariq ko'rdik, olib borib ko'mib qo'ydi dedi. Payg'ambarimiz sahobalarni malomat qildi. Masjidni xizmatini qilayotgan, masjidni tozalayotgan ayolga bo'lgan hurmat shunday bo'ldiki, meni u ayolni qabriga olib boringlar dedi. Rasululloh mana shu ayolni qabrida turib, u ayolga janoza o'qidi. Ya'ni masjidni shupurib qo'yayotgan ayolga shunchalik Rasululloh hurmat e'tibor ko'rsatayotgan bo'lsa, masjidni qurayotgan, masjidni obod qilayotgan, masjidni xizmatini qilayotgan kishilarni islomdagi hurmati qanchaligini tasavvur qilib qo'yaylik. Ko'p narsa ketmaydi. Juma kuni kelib palosa yashib qo'yish ham masjidni obod qilishlik. Biror bir lampochka suyib qolsa, uni almashtirib qo'yish ham obod qilishlik. Masjidni biror bir toshini chekiga jildirib tartibga keltirib qo'yish ham obod qilishlik. Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Imom Nasoiyning sahihlarida keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalardan Sa'd ibn Muozni manzilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatda qo'lini artib tashlab oladigan dastro'moli dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Nimaga endi Sa'd ibn Muoz haqida gap boshladik? Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Madinalik ansorlardan edi. Rasulullohning eng ulug' sahobalaridan, ansorlarning sayyididan edi. Bu kishining islomi bilan juda ko'p madinaliklar iymonga kelgan edi. Xandaq g'azotida jarohat oladi-da, mana shu tufayli shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuning fazilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatdagi dastro'moli dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal deydi. Ya'ni Sa'dni bitta qo'ldan artib tashlab oladigan ro'moli, dastro'moli yoki ro'molchasi dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Shu sahoba vafot qilganida Alloh taoloning arshi titragan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, buning vafoti uchun Rahmonning arshi titradi. Unga osmon eshiklari ochildi hamda uning janozasida 70 mingta farishta qatnashdi. Sa'd ibn Muozni janozasini o'qib yelkalariga ko'tarilganida sahobalar nihoyatda yengil ekanligini his qilishdi-da, hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh aytdiki, Sa'dni janozasini o'qigani 70 mingta farishta tushdi dedi. Mana shunday ulug' darajaga, maqomga, manzilatga yetgan Sa'd ibn Muoz vafot qilib qabrga qo'yib qaytayotganda Rasulullohning bir ranglari o'zgarib oldi. Ya Rasululloh, buni sababi nima deb so'raganida Rasululloh aytdilarki, albatta qabrni bir siqib qo'yib yuborishi haq. Agar kimdir bu siqib qo'yib yuborishlikdan qutulganida Sa'd qutulgan bo'lardi dedi. Alloh taolaning rahmi kelsin boshqalarga. Mana shunday manzilatli Sa'd ibn Muozni qabr siqib qo'ygandan keyin biz o'zimiz haqimizda fikr qilaylik. Bandani birodarlari qabrga qo'yib ortlariga qaytar ekanlar.
U ularning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Uning oldiga ikki farishta kirib, uni o'tkazib qo'yadi hamda savolga tutadi. Muhammad haqida nima der eding? Agar so'ralayotgan kishi mu'min bo'lsa, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasulullohi. U Allohning bandasi va uning rasuli deb guvohlik beraman deydi. Agar banda kofir yoki fojir bo'ladigan bo'lsa, bilmayman. Odamlar nima degan bo'lsa, o'shani aytganman men ham deydi. Farishtalar unga la darita va la talita. Sen bilmagansan ham, ergashmagansan ham deydi. Imom Nosiriddin Alboniy jamlat tartibga keltirgan hadislar majmuasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrda bo'ladigan holatni yana ham mufassarroq bayon qiladi. Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan keltirilgan hadisni ruh va jasadga taalluqli darsimizda bir qismini o'qigan edik. Bugun shu hadisning davomini o'qiymiz. Farishtalar mo'minni qabrda savolga tutadi. Mo'minning javobi chiroyli bo'ladi. Shunda osmondan nido qiluvchi nido qiladi. Bandam rost aytdi. U uchun jannatdan to'shanglar. Jannat libosidan kiyintiringlar va unga jannatdan eshik ochib qo'yinglar. Unga jannatning hidi, yorug'ligi, harorati, ovozlari kelib turadi. Shunda haligi bandaning qabri ko'zi yetadiganchalik keng, yorug' qilib qo'yiladi. Birodarlar, mana mo'min odamga beriladigan fazilat haqida eshitadigan bo'lsangiz, albatta insonning qalbiga bir xursandchilik, umid bag'ishlaydi. Qabrdagi azob faqat kofir, fojirlarga, qo'rqmang. Musulmon odamga bu dahshat, bu vahshat bo'lmaydi. Modomiki mo'min dunyoda ana shu qabr haqida g'am bilan, qayg'u bilan yashar ekan, Alloh taolo bu odamni qiyinchilikka, mashaqqatga qo'ymaydi. Imom G'azzoliy aytganidek, oxirat azobida ko'p fikr qilib yurgan odamgina oxiratda mana shu azobdan omonda bo'ladi. Zero Alloh taolo bir bandaning ustiga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Dunyoda Allohdan qo'rqgan odam oxiratda xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lib Allohdan qo'rqmagan odam oxiratda undan qo'rqadi. Munkar Nakirning savoli va o'zining amaliga kishi yo'liqish haqida Rasululloh quyidagini aytadi. Uning oldiga, mo'minning oldiga go'zal yuzli, kiyimlari chiroyli, hidi yoqimli bir kishi kiradi. U kishi ana shu yotgan mayyit mo'minga qarab turib, seni xursand qiladigan narsa bilan xushnud bo'l. Allohning roziligi bilan doimiy bo'lgan jannat ne'matlari bilan xursand bo'l. Bu senga va'da qilingan kun deydi. Shunda haligi mo'min kishi, sen kimsan deydi. Alloh senga yaxshilik xabarini bersin. Yuzingdan yaxshilikda xabari kelyapti. Sen kimsan deydi. Shunda haligi chiroyli kishi javob beradiki, men seni solih amallaringman. Birodarlar, biz qilayotgan savobli amallarimiz inson suratida qabrimizga kirib, inshaalloh bizga xushxabarni beradi. Bu mo'min uchun beriladigan xursandchiliklar. Allohga qasamki, sen Allohning toatiga shoshilar eding, ma'siyatlardan qochar eding. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. So'ngra jannatdan eshik ochiladi unga. Jahannamdan eshik ochiladi. Har bitta bandani jannatda va do'zaxda bittadan eshigi bo'ladi, birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Jannatda va do'zaxda bittadan joyi bo'ladi. Dunyoda qilgan amaliga qarab turib bittasini o'rniga ikkinchisini almashtirib oladi. Agar sen itoatda bo'lmaganingda mana shu do'zaxdagi joy seniki bo'lar edi, deb farishta unga ishora qiladi. Mana shu o'rinda quyidagi oyatning tafsiriga quloq solishimiz o'rni bo'ladi. Va tilkal janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Ya'ni meros degani otasidan yoki bir o'ziga yaqin odamidan qolgan narsa meros deyiladi. Endi bu yerda jannat nima uchun meros deyilyapti? Mana aytdik, har bitta kishini dunyoga kelar ekan, mo'minmi, kofirmi, unga jannatda bitta joy ajratilingan, do'zaxdan bitta joy ajratilingan. Dunyoda inson qilayotgan amaliga qarab bittasini ikkinchisiga almashtirib oladi. Dunyoda yashab turib, jannatdagi joyini yo'q qilgan kofirlarni, bo'shab qolgan jannatdagi joyini dunyoda do'zaxdagi joyini yo'q qilgan mo'minlarga almashtirib beriladi. Shuning uchun aytilyaptiki, hayotda qilib o'tgan ishlar uchun meros qilib berildi bu jannat deydi. Mana shu yerda yashab turgan har bitta odamni jannatda va do'zaxda bittadan joyi bor. Mo'min jannatdagi joyini ko'rib, "Ey Robbim, molimga va ahlimga qaytishligim uchun qiyomatni tezroq qoyim qilgin, qiyomatni tezroq qoyim qilgin" deydi. Shoshiltiradi qiyomatni. Ya'ni qiyomatda inson qo'rqadi, qiyomatda dahshatlari bor, lekin mo'minga oxirgi boradigan manzili ko'rsatilgandan keyin u uchun eng yoqimli narsa qiyomatni qoyim bo'lish bo'ladi. Rasululloh mo'minning muqobilidagi mana kofirning holini bayon qilib,
nido qiluvchi osmondan endi boyaga kofirga nido qilib, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zaxdan to'shanglar, jahannamdan unga eshik ochinglar. Unga eshik ochiladi. Jahannamdan to'shaladi. Unga uning shamolidan, hididan kirib turadi. Qabr unga tor bo'ladiki, qovurg'a suyaklari bir-biriga aralashib kirib ketadi deydi. Sa'd ibn Muozni bir siqib qo'yib yuborgan bu qabr endi kofirni qanday qilib siqar ekan? Uning oldiga badbashara, xunuk, badbo'y bir kishi kirib, seni xafa qiladigan narsa xabarini eshitgin. Mayit unga, "Kimsan sen? Kimsan? Seni yuzingdan yomonlik alomatlar bilinib turibdi. Kimsan?" deganda, "Men seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringman. Seni qachon ko'rgan bo'lsam, ma'siyatga shoshilar eding, toatdan uzoq bo'lar eding. Senga va'da qilingan shu kun shu, seni Alloh yomonlik bilan jazolasin." Shu yerda o'zimizga savol beraylik. Biz oyog'imiz qaysi tomonga osonlik bilan ketadi? Gunoh ma'siyat qilishlikkami yoki itoatgami? Juma bo'pti deb erta harakat qilamizmi yoki kech qolibroq kelamizmi 1:30 ga taqab? Ehson tutayotgan, ehsonga etik tutayotgan paytda xursand bo'lamizmi yoki g'ashimiz keladimi? O'zimizga shu savolni beraylik. Mana shu qilayotgan savobli amallarimiz odam suratida qabrimizda kelib bizga ro'baro bo'ladi. So'ngra bu kofirga ko'r, kar, soqol bir farishta biriktiriladi. Ko'r, kar, soqol. Buni qo'lida temirdan bo'lgan bir gurzusi bo'ladi dedi Rasululloh. Bu gurzi bilan agar tog'ni ursa tuproq qilib tashlaydi dedi. Mana shu biriktirilgan ko'r, kar, soqol farishta uni bir zarba urganda tuproq qilib tashlaydi. So'ngra Alloh taolo uning qaytadan jasadini tiriltiradi, yana uradi. Yana tiriladi, yana uriladi, yana yig'ishtiriladi. Qiyomatgacha davom etadi bu narsa. Boshingizga biror bir tosh bilan bir ursa qanday azobni sezasiz? Endi qiyomatgacha mana shu zarba bilan yotishlik, yotmaslik biz ixtiyorimizda turibdi. So'ngra unga o'tdan bir eshik ochiladi. Hamda o'tdan uning ostiga to'shaladi. U kofir, "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilma, qiyomatni qoyim qilma" deydi. Chunki ana shu eshikdan kelayotgan azob, bitta farishtani berayotgan azobi qattiqligini ko'rib turib, agar bunisi shunchalik og'ir bo'lsa, qiyomatdagisi qanday bo'ladi? Qiyomatni qoyim qilma Parvardigor deb duo qiladi. Lekin u mo'minning duosi ham, bu kofirning ham duosi bo'lmaydi. Alloh taolo aytgan kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azobi qabrga sabab bo'ladigan ba'zi ishlarni hadislarda ko'rsatib o'tib ketdi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikki qabr oldiga keldilarda, mana shu ikkisi, mana shu ikkita qabrda yotgan kishi azoblanyapti. Lekin katta narsa bilan azoblanayotgani yo'q. Bittasi gap tashlayverar edi, namima chaqimchilik bilan. Ikkinchisi o'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni katta gunoh emas deydi. Lekin bu bizning nazarimizda katta gunoh emas. Modomiki qabrda azobga sabab bo'lyaptimi, demak kichkina gunoh emas bu. Ya'ni 1 so'm o'g'irlasiz ham 10 yilga qamalsiz, 100 so'm o'g'irlasiz ham 10 yilga qamalsiz, demak o'g'irlanayotgan narsa kichkina deyilmaydi. Jazosi bir xilmi? Ikkalasi ham katta. Siz bilan bizning nazarimizda kichkina ko'rilgan gunoh azobi qabrga sabab bo'ladi. Chaqimchilik qilib gap ko'tarib yurishlik va siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 2 soniylar va 2 jag'iylar o'rtasidagi a'zoni tiyishlikka menga kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedi. Kalam ibn Adam alayhi la lahu dedi Rasululloh. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta so'z o'zini ziyoniga ishlaydi, foydasiga emas dedi. Agar og'zimizdan chiqqan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir kunda necha millionga so'zni gapirayotganligimizga e'tibor bersak, Allohdan bir qo'rqishlikka sabab bo'ladi. Telefonda kerak gapni gaplashamiz. Yana puli ozroq bo'lsa, qizil knopkasiga qo'lini qo'yib turadi. Ya'ni gapini tugatgandan keyin olaman deb bossa bir yarim sekund ham ketmaydi, lekin shuni ham ehtiyot qiladiki, pulim ketmasin deydi. Ya'ni pulis ketganligi uchun gapingizni o'ylab gapirasiz telefonda, birodarlar. Bu tilimiz to'xtamasdan gapirayotganligi hisob kitobi yo'q degani emas. Ertaga qiyomatda hisob kitob qilinadi. Chaqimchilik insonni azobi qabrga sabab bo'ladi. Ro'paramizdagi odam gap ko'tarib kelgan paytda o'sha kitobda keltirgandek, "Ha, bechora. Shayton sendan boshqa elchi topolmabdi-da, menga deb qo'ying-da." Odam emas ekan bu deydi. Men odam deb gapirib kelsam, chaqimchi. Biz o'zimiz xaridormiz. Keyin nima dedi deymiz, u yana keyin yangi tovarni olib kelaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobning ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda 2 kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, keng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqamcha yotdi, ustida turgan kishi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqni oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yonboshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yirar ekan, birinchi tomonda asl holatiga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yirardi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu ikkisiga bu kim, bu nima deb so'radim. Ular yuring dedi. Yana yurdik. Bir kishi yerda osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uni ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uni ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka olardi. Qaytib kelib yana urib boshini pachaqlardi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kim? Bu nima holat deganda bu ikki farishta yuring dedi. Bu nima dedim? Farishtalar yuring deyishdi. Yana yurdik. Usti tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshar edi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurda ostidan dedi Rasululloh o't yaqilardi. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni ostlaridan urganda baqirib, dod solib, chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytar edi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qiyomatgacha davom etadi. Bu kim? Bu nima holat desam, yuring dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishlikka harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. Bu kim? Bu nima holat desa, farishtalar yuring deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar, yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik, yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi deydi. Shunda men ularga qarab, meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarni xabarni aytib bering dedim. Ular ha deb javob berishdi. Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib, ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Chim deb ko'ringlar bir joylarda, bir yig'inani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsin, bitta o'lsangiz qutulasiz. Lekin bu qiyomatgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi, bu diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlari uni o'qimasdan uxlab, kunduzlar unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistovi bilan Qur'onni yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotida umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh ma'siyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Undan hech qachon ibrat olinmaydi. Islomga qarab turib odamlarga baho beramiz. Odamlarga qarab islomga baho bermaymiz.
Siz chuqurda ko'rgan kishilar bu zinokor erkak va zinokor ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularda taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokor kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizni imkoniyatimiz bor. Zino deganda faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nihoyatda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimiz ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suzayotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, u kofirning bolasimi, musulmonning bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan. Islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhisolamning oldida turgan yosh bolalar mana shular dedi. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu do'zax farishtasi Molik dedi. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarning kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisi dedi. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki baland bo'ladi. Men Jibrilman dedi. Bu esa Mikoil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatildi. Shunda ularga meni manzilimga kirishga yo'l beringlar dedi. Lekin ular javob berdilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz dedi. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tib oladigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir ziro'gina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuning ustida Alloh jonini oladi uni. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Bilaks Alloh taolodan iymon bilan, taqvo bilan kechishlikni hammamiz so'rashligimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.